Assalomu alaykum. Biz Andijon viloyati Marhamat BXM Xalq banki tomonidan bir kontra bir mahsulot tamoyili asosida tashkil etilgan loyiha joydamiz. Mana ko'rib turganlaringdek, manzilimiz Marhamat tuman Yo'lama Tolimifi 403-kontr. 403-kontrda biz bu kontr 10 gektar joyda o'z ichiga oladi. Uzuni yerni mana uzun joyi 950-980 metr. Eni bo'lsa, eniga bo'lsa mana bu yoqqa qarab eni 950-1000 metrgacha. 1000 metr tashkil qiladi. Tashkil etilgan dehqon xo'jaliklarida soni 39 ta. Bu har bitta nimaga dehqon xo'jalikka 26 sotikdan to'g'ri keladi. Auksion savdosi orqali sotib olingan yil 2025-yil. Tadbirkorning nomi Ismon bobo fermer xo'jaligi. Loyiha qiymati 21 million so'm. O'z mablag'idan bo'lgan, kredit mablag'i olinmagan. U mosh ekilgan bu joyimizga, mana ko'rib turganlaringdek. Ekilgan vaqti 15-aprel, yig'ishtirib olish sanasi bo'lsa iyunda 15-sida. Bundan bu yerda 10 gektarda jami 200 million so'm yalpi daromad olish rejalashtirilgan. Har bitta fuqaro 5 million 100 dan daromad olish. 26 sotik hali aytib o'tganimizdek, mana ko'rib turganlaringdek. Bank tomonidan, Xalq banki BXM tomonidan qilingan ishlar dehqon xo'jaliklari, agregatlar va bank vakillari tomonidan yig'ilishlar, uchrashuvlar tashkil qilib, bularga tushunchalarni berish. Monitoring holati esa mana ko'rib turganlaringdek, vegetatsiya davri juda yaxshi davrida juda yaxshi ungan, mana ko'rib turganlaringdek mana. Ekin holati, ko'chat holati yaxshi. Hozir mana suvni yaxshi nima bo'lgandan keyin dori solish jarayoni amalga oshadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.